Ularga qaraganda ancha dadil. Ular dumbalardan ham. Dastlabki Buxorogacha. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari. Akalar, bugun biz video syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida yana o'sha Azbek do'stimizni xonadonlaridamiz. Azbek, hormang endi. Keling, Elmurat. Charchamayman. Yo'qolib ketdingiz-a? Qo'y tovusham oson bo'lgan yo'q-da. Gap. Bunga necha partiya bor endi? Bunga 2 partiya bor. 2 partiya, xudo xolasa, soat tozalardan chiqadi. Bugungi o'ta go'zallar, qo'zi variantlari chiqadi. Qo'zilar. Gap. Hurmatli obunachilar, videoni oxirigacha ko'rib, laykni bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolasa bu qo'ylarning barcha ma'lumotlarini shaxsan Azbek o'zlaridan berishga harakat qilamiz. Bugun haftaning seshanba kuni 1-aprel 2025-yil. Bo'lmasam akalar, biz videolarimizni boshladik. Bu ikkalasi ham qo'zimi Azbek? Ha, ikkovi qo'zi. Gap, jonivorlar. Quloqlari ham butun shekilliga? Quloq butun ikkovi ham. Ikkalasining akalar quloqlari butun ekan, mana bu qo'ydi garbonoslari ham boshqacha ekan, qaraysan. Ko'ring. Quloqlari uzun variant. Necha oylik Azbek ular? Ular 10 oydan o'tib qolgan. 10 oylik atrofidagi qo'zilar. Boqadigan ekan jonivorlar. Oyoq qo'li uzunidan ekan. Yemda turmagan. Yeb ichishlari yaxshi, sinovdan o'tgan. Zo'r, sinovdan o'tgan. Sog'liqlari boshqasi. Yana 1 hafta 10 kun garantiya beriladi. Ha, 1 haftaga garantiya beramiz. Gap yo'q, mana suyagi bor qo'zilar ekan. Dumbalari ham tik dumba ekan. Jonivorlar. Azbek bo'lmasam bularni bo'ylarini o'lchab bir qator ko'rsangizchi, ishlarini ochib. Qani? Mana shu kichikroqdan ko'rsataveradi. Qo'yingchi metrda. Mana. Jonivor. Osh 86. 85 ga beraveramiz. 85 ga beraveramiz. Mana tishi. Qo'zicha. Bitta uzunligini ko'rsatib qo'yaylik. Bir qari junichi demas ekan mana akalar. Qo'yni junini noliga olib qo'yishibdi. Qani? Osh, bu ham 87 chishyapti. 85 kiloga. Qani narigisini o'shangchi. Boshqacha uzun ekan mashq qo'y. Buni qarang, yana. Bitta suyakli ekan. Bu qo'y ichi it olsa, yana mana bu. Qo'y 90 ni ko'rsatyaptimi? Qani? Akalar mana 88 ekan. Uzunligini ko'rsataylik qani. Juni bilan bo'lsa agar 90 ni o'tib ketadi qo'y. Ha, juni bilan bo'lsa 90 ni o'tib ketadi. Jonivor, uzunligi 90 ekan mana. Ichini oching chiqani. Mashinasini qulog'i ham butun ekan. Ikkovniki ham butun. Babachak. Bunisi ham butun. Bunisini ham qo'ylar qarang. Ozgina charchoq boshi shekilli qo'yadi. Qo'ylar ozgina charchoq. Issiqda turmayapti shekilli. Endi kunda ham issiqda ko'ryapsiz. Gap yo'q. Mana akalar, qo'ylarga bir qator o'zlaring baho berasizlar. Kommentariyaga fikrlaringizni qoldiringlar. Sizlarning fikrlaringiz biz uchun muhim. Azbek bular dastlabkasini qayerga chiqib beryapmiz endi? Dastlabkasi Buxorogacha dastlabka qilib beramiz. Buxorogacha ketaveradi. Bo'ldi, nech pul deymiz Azbek? Bola deganda. Bolarini aytib ketaverim. Qancha million? 10 million. Ha. Xayri bormi endi? 10 millionga azmas xayrini qilib beramiz. Qancha qilib berasiz? Qani bitta dangil gapiringchi. Emrat endi hozir mononchalik nima qilmaydi bu. Babu so'rashadi. Babu so'rashadi. Telefon qilsa, telefon qilsa xudo xolasa ish bitadi. Ha. Akalar mana 10 million narx aytishyapti. Hech kim aytgandan sotmagan. Bemalol telefon qilib, savdoni qilib olaverasizlar. Musofirdagi aka-ukalarimiz uchun pastdagi nomerlarda Telegramlar bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Endi keyingilarini bir. Akalar mana keyingi partiyasiga haqiqiy qo'chqorlar akalar udorlardan ekan mana jonivorlar. Akalar qo'ylarga bitta baho beramiz mana. Dumbalari ham haqiqiy tik dumba, raketa dumbalaridan ekan jonivorlar. Akalar, Azbek bular yoshlari qanaqa? Bular bittasi shishak qolgan 10 oydan o'tgan qo'zilar. Bir donasi iktish, qolgani qo'zi. Demak, oldi shishak o'tyapti ekanda? Ha. Gap. Akalar, buni qo'ylar nima deyapti jonivorlar? Quloqlari ham butun. Badani ham bor ekan bularda. Bittasini qulog'ida qirqigi bor. Oq yuzliklardan ekan jonivor. Azbek ash qo'yib to'shanchi ko'rsatsangiz ikkinchidagini. Qasini. Ashini, mash qo'ydi, mashinasini. Mashina O'ta boshqacha ekan jonivor. Bu shishakda o'zi bu. Ha, bu shishakmi bu? Ha, bu shishakda. Jonivor. O'ta baquvvat ekan. Kelar buni qo'ydi qaranglar, dumbahan. Jonivor. Oyoq kiyimlari ham o'ta boshqacha ekan jonivor. Qani, metrda qo'yingchi. O'ta polvon qo'ygan. Bu o'zini ko'rsatmayapti bu hulkayligi. 83 sm ekan. 83 ekan.
Uzunligi ham o'ta uzun ekan. Qani ichini ochib Uzunligini bir ko'raychi. ko'rsataylik. Uzunligini qo'yingchi. Xo'sh, uzunligi 1 metr chiqyaptimi? Uzunligi 1 metr ekan akalar. Bo'yi 83, uzunligi 1 metr akalar. Bo'yi ham baland, просто o'zini ko'rsatmayapsan. Gap yo'q. Ashi ilk tishi ashinisi? Tash iktish. Bular qo'z akalar. Mana mashq qo'yganlar, bo'yi 80 chiqdi bular. 80 plus ekan demak, a? Mana o'lchab qolganlarni ko'rsataveramiz. Eng kichkinasi ashiga qo'ygan, o'shanga tekdan ko'rsatib qo'ying. Bittani ko'rsatgan bo'ladi. Bir xil ekan hammasi. Bitta jonivor. Oq yuzligidan mana. Ularda tomirlari ham ko'rinib turibdi ekan jonivor. Xo'sh, teskari aylantirib o'tirdi. O 90 ekan akalar. Bo'yi 90. Uzun. Uzunligi ham ko'pirlik. Jonivor. Uzunligi akalar 97 chiqyapti. Jonivor. Bunasini ham bana qo'y. Xudorlardan ekan. Dimbani qani. Hamma bir-biridan chiqadi. Yurakli dimbadan ekan jonivor. Qani, metrni qo'yingchi. Xo'sh. Xo'sh, bu ham 89 ekan. 1 kam 90 ekan akalar. Qizillig'i. Xo'sh. Bu ham 95. 95 ekan akalar. Bular uzunligi ham. Gap yo'q. Bo'y Baqa judan chiqani. Judan baqa. Azbek endi bularni videoni cho'zmaylik. Narx-navosi nima deymiz endi? Bo'ladigan qilib aytingchi, yopishtirib Narxi 6,5 milliondan bular. 6,5 milliondan. Shu birinchi chiqqandan bular yirikroq, kattaroqlar akalar. Narigilar 5 milliondan qo'yildi. Bular ularga qaraganda ancha dadil. Akalar dumbalardan ham Bularni ham dastlabki Buxorogacha. dastlabki Buxorogacha Dastlabki Buxorogacha. 6,5 milliondan da xolasa kami bor a? Vodiy ichlariga bo'lsa o't beraman. Vodiychilariga bo'lsa, Toshkent vodiy ichi bo'lsa o't beraman. mashq qo'yib qaraman, aka dumbasini. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, mana 6,5 milliondan telefon aloqa chiqarasizlar. Video syomkalarimiz xato kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.